$100,000 bilan taqinchoq biznesini boshlasangiz bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi shekilli. Shu uchun bizning biznesimizni boshlash uchun qancha pul ketishini sizlarga hozir ko'rsatib obzor qilib beraman. Taqinchoq yasashingiz uchun sizga eng kerakli nabor mana shu bo'ladi. Narxi 50,000 so'm. Pistolet kley kerak bo'ladi, narxi 20,000 so'm. Mana shu kleymizdan kerak bo'ladi, narxi 9,000 so'm. Bu anchaga yetadi. Shodalar 2,000 so'mdan. Katta shodalar 4,000 so'mdan. Ustalarning shunaqa har xil razmerlari bor. Abadoklar donasi 2,000 so'mdan. Og'ir metallarni, yengil metallarni shunaqa grammga olasiz 3,000 so'mdan 10 grammi. Sim kerak bo'ladi, har xil ranglari bor, donasi 3,5 so'mdan. Faqat pullik kursimni bepulga beryapman. Siz ham shunaqa chiroyli taqinchoqlar yasashni anchadan beri orzu qilib yurgandingiz, ammo imkon topolmayotgandingizmi? Mingta ayol allaqachon darslarimga bepulga kirishdi. Lekin tez orada bepul qabul yopiladi. Kommentariyada bir sonini yozib qoldiring yoki profilim shapkasidagi silkadan kanalga kirishingiz mumkin.